Charchadim. Har kunim bir xil. Qo'yilgan maqsadlar va orzular kun sayin uzoqlashib, go'yoki ularga erishish ilojsizdek tuyuladi. Vaqtimni va potensialimni bekorga sarflab, bajarishim kerak bo'lgan ishni qilishning o'rniga kim nimalar bilan shug'ullanib yuribman. Ideyalarimni ustida ishlab, ularni amalga oshirishni cho'zaverib, ularga hatto qo'l urolmaydigan bo'lib qoldim. Miyada ming xil fikrlar, tinimsiz o'ylovlar, kutilmagan sinovlar, siqilish. Oxirgi paytlar hayotimda sodir bo'lgan voqealardan so'ng shu paytgacha depressiya nimaligini bilmaganimni tushundim. Va YouTube'ga video chiqarmaganimning ham sabablaridan bittasi o'zi shu aslida. Qanaqa ahvolga tushib qolganimni menimcha tushundingiz va bu holatda agar o'zingizni ko'rgan bo'lsangiz, buni srochno o'zgartirish kerak. Aslida hayotimizni o'zgartirish uchun bizga bir kechani o'zi yetar ekan. Ishonmaysizmi? To'g'ri qilasiz. Men ham ishonmadim. Hammasi biz o'ylaganimizchalik qiyin emas o'zi aslida. Biz shunchaki ko'p narsani qiyinlashtirib yubordik. Prosta olib bajarishning o'rniga ming xil bahonalar o'ylab topib, qilishimiz kerak bo'lgan ishdan qochishga harakat qilib, keyinga qoldiraveramiz va bu o'z o'rnida boshlashni yanada qiyinlashishiga sabab bo'ladi. Boshida tasvirlab bergan holatim kundan kunga qaytarilaverganidan keyin bir kuni oxiri yorildim. Bunaqa davom ettira olmayman. Tupi hayotim yaxshilanarkanmi deb kutib yashash уже variant emas. Nimadan boshlasam? Hayotimda to'g'rilashim kerak bo'lgan narsalar ko'p-ku. Bunga qancha vaqt ketadi, qancha harakat talab qiladi. Shu payt nimagadir miyamga Tarantinoning bir podkastda aytib bergan hikoyasi esimga tushib qoldi. Tarantinoni bilgan biladi. U kino olamida o'zini shedevrlari bilan o'chmas iz qoldirgan rejissyorlardan. Golden Globe goes to Ben Affleck. Kino olishni boshlashidan oldin u oddiygina sotuvchi bo'lib ishlagan. Bir kuni Tarantino hayotidan qoniqmayotganini his qilib, uni bir kechada o'zgartirishga kirishadi. I decided to change my life. Va uni aytishicha, hammasi o'sha kechadan boshlangan. Agar uni hozirgacha qilgan ishlariga bir nazar solsak, o'sha vaqt qilgan qarori hayotini o'zgartirganiga amin bo'lamiz. Agar unda o'xshagan bo'lsa, nimaga bizda o'xshamasligi kerak? Tarantino Bratni usullarini qaytarish uchun bizga atigi 3 ta narsa kerak bo'ladi. Ruchka, bloknot va uzoq shafqatsiz tun. Nimaga aynan yarim kechasi? Chunki bu payt sizni hech kim chalg'itmaydi va fikringizni bir joyga jamlash ancha osonroq. Va baxtimga shu kunlari uyda yolg'iz ham edim. Miyamdagilarni qog'ozga tushirish bunchalik qiyin bo'ladi deb hech ham o'ylamagandim. Oi, Ben. Did my life help you decide your next YouTube video? Let me guess your new YouTube video drops next year. Huh? Uxlab qolmanki. Bir kun oldin uddasidan chiqolmagan ishimni boshqatdan bajarish uchun bu safar kechki payt ofisda qolib, yangi ishtiyoq bilan ruchkani qo'limga oldim.
Hayotimda nimani noto'g'ri qilyapman? Hayotim o'zgarishi uchun bugun kechasi nimalarga nuqta qo'yishim kerak? Qayerda o'zimni aldayapman va hokazo. Birinchi betni to'ldirish sal qiyin bo'ldi boshida, lekin keyinchalik flowga tushishni boshladim. Shoshilmasdan bemalol hammasini boricha yozishga harakat qildim. Buni baribir mendan boshqa hech kim ko'rmaydi. O'sha yozishga hech narsa qolmadi deb o'ylagan paytim ham yana biroz o'ylab o'tirdim. Ruchkamni pastasi ham tugay boshladi. Qo'llarim charchadi. Har bir javob go'yoki yillar davomida ichimda yig'ilib qolgan dardlar chiqayotgandek tuyulardi. Lekin bir tomondan uyqu yana tiqilishni boshladi. Ko'zim ketib, uxlab qoldim. Va shu payt nima keragi bor o'zi menga bu narsalarni mazza qilib uxlamayman bundan ko'ra degan fikrlar miyamda aylanishni boshladi. Yo, endi orqaga qaytish variant emas. Oxirigacha yetkazib qo'ymasam, o'zimni kechira olmayman. Muhimi endi fikrlar miyamda emas, qog'ozga tushirilgan. Xatolar, kamchiliklar, qo'rquvlar, sinovlar va saboqlar. Shundan keyin jarayon ancha osonlashdi. Ancha yengil tortdim. Nafas rostlab olib, yuzimni yuvib, Yozilgan muammolarga yechim qidirib chiqdim. Oson bo'ldi deb ayta olmayman-u, lekin endi menda hayotimni qanaqa qilib o'zgartiraman degan savolga aniq javoblar bor. Albatta bularni hammasi yaxshi, lekin endi bizda eng muhim narsa qoldi. Bu harakat. o'zingiz yaxshi bilasiz. Agar harakat qilib sababini qilmasak, tushundingiz xullas. Anaqa boshqa replikam yo'qmidi? Shunga chaqirdinglarmi? tong ham o'tay deb qoldi. Hayotimdagi eng uzun tunlardan biri ortda qoldi. Bu shunchaki tong emas. Bu yangi bosqichning boshi edi. Shaxsan menga Tarantino akaning metodlari hayotimda nimani noto'g'ri qilayotganimni aniqlashda yordam berdi va agar siz bu videoni YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, men hayotimda allaqachon o'zgartirish kiritishni boshladim. Maqsadimiz yoki orzuyimiz haqida o'ylagan paytimiz ko'tarilishimiz kerak bo'lgan tog'ning cho'qqisini emas, balki keyingi bosishimiz kerak bo'lgan qadam haqida o'ylasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Buni har doim o'zimizga eslatib turishimiz kerak, chunki maqsadlarimiz ulkanligidan ularga erishish imkonsiz tuyulib, umidsizlanib qolishimiz hech gap emas. Agar sizga haqiqiy motivatsiya kerak bo'lsa, unutmang, hech narsa qilmaslik azobi sizni yaxshigina qiynab qo'yadi. Ishonavering. To'g'ri, harakat qilish ba'zida qiyin tuyuladi, lekin harakatsizlik holatni aniq yaxshilamaydi. O'sha trendga aylangan komfort zona aslida yoqimsiz diskomfort zona emasmi? Birinchi navbatda shu fursatdan foydalanib, men Xat kiberxavfsizlik markaziga va Saud akaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki bu videoni chiqishiga, bu videoni jarayoniga ularni katta yordami tegdi va katta hissa qo'shdilar. Shu uchun ham chin qalbimdan ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Va agar oranglarda kimdadir kiberxavfsizlik sohasiga qiziquvchilar bo'lsa, albatta Xat o'quv markaziga murojaat qilishinglarni tavsiya qilaman, chunki ular bilan uzoq vaqt davomida birga ishlaganmiz. Shak shubhasiz ularni sizlarga tavsiya qila olaman. Bundan tashqari bu video chiqishiga o'zini katta hissasini qo'shgan jamoamga rahmat aytmoqchiman, chunki ularsiz bu videoni olish men uchun tupa ilojsiz edi. Bu videoning ustida o'zini ishini ustalari, professionallar ishladi va bundan oldingi выпускlarni ham biz birgalikda qilganmiz va shu jarayonda biz birlashdik, birgalikda ishlar qildik. Shu paytgacha hammamiz o'zimiz har xil o'zimiz proyektlarimiz bilan как frilanser bo'lib ishlab yurganmiz, lekin endi rasman hammamiz birlashib, komanda bo'lib, o'zimizni xizmatlarimizni taklif qilishni boshladik. Va agar sizga lичный brendingizni, biznesingizni, kontentingizni Instagram, YouTube,
umuman ijtimoiy tarmoqlarda yurg'izish qiziq bo'ladigan bo'lsa va shunaqa darajadagi videolar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Sizni loyihangizni batafsil o'rganib chiqamiz, maslahat qilamiz va agar ma'qul keladigan bo'lsa, birga ishlaymiz. Va agar jarayonni backstage sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Instagram sahifamga o'tib, YouTube degan highlightsga o'tishingiz mumkin. U yoqda men qo'limdan kelgancha jarayonni to'laqonli yoritib berganman. Bundan tashqari men o'zimni shaxsiy yopiq Telegram kanalimni ochishga qaror qildim va u yoqda videografiya haqida, shaxsiy rivojlanish, shunaqa temalarda kontent eksklyuzivniy, hech qayerda chiqmaydigan kontent qilib boraman. Yana mendan qanaqa kontent kutgan bo'lardinglar, o'shani izohlarda yozib qoldiringlar. Taklifinglarni bemalol bildirishinglar mumkin. Hammasini обязательно o'qiyman. Agar ma'qul bo'ladiganlarini уже Telegram kanalida ko'rishinglar mumkin. Even if you are not ready for the day, it cannot always be night.